Bruno, siz o'sha maydonga qadam bosishdan oldin barchangiz uchun bu eshikni aslida kim ochib berganini yaxshilab eslang. Euro 2004-yilgi finaldan so'ng, mag'lubiyatdan so'ng yig'lagan o'sha 19 yoshli bolakayni eslang. Qolgan hamma maydonni tark etganda u yuragi parchalangancha o'sha yerda qolgan edi. Chunki Portugaliya libosini kiyish u uchun shunchaki o'yin emas, balki butun borlig'ini anglatardi. 2006-yilgi jahon chempionatini eslang. Portugaliya yarim finalda Fransiyaga mag'lub bo'lganida Cristiano yana ko'z yosh to'kkan edi. U terma jamoa gerbining mas'uliyatini hammadan ko'ra ko'proq his qilgandi. O'sha yosh Cristiano bugun orangizdagi ko'pchilikning portugaliyalik futbolchi ham dunyoning eng zo'ri bo'la olar ekan degan ishonishiga sababchi bo'lgan insondir. U butun boshli avlodni orzu qilishga majbur qildi. U Portugaliyadagi har bir bolaga futbolning eng cho'qqisiga chiqish mumkinligini ko'rsatib qo'ydi. U Portugaliyani jahon futboli xaritasiga joyladi. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida u ushbu libosni, ushbu gerbni va ushbu millatni o'z yelkasida ko'tarib yurdi. U har bir jangda kurashdi. U har bir omadsizlikni boshidan o'tkazdi. U har qanday tanqidga bardosh berdi. U butun bir mamlakatning umidlarini yelkasida tashidi. Yillar davomida diqqat e'tibor boshqalarga qaratilgan bir paytda ham u o'ziga nisbatan bo'lgan ikki yoqlama standartlar va adolatsiz munosabatlarga qarshi kurashdi. Shunday bo'lsa-da, u Portugaliya uchun kurashni hech qachon to'xtatmadi. Va endi bugun uning futbolning eng ulug' sahnasidagi oxirgi raqsi. Shunday ekan, u uchun kurashing, u uchun yuguring, u uchun maydonda boringizni bering. Gerb uchun o'ynang, libos uchun o'ynang. Unga munosib bo'lgan so'nggi xayrlashuvni taqdim eting. Chunki agar Cristiano yoshligidagi o'sha oyoqlari, tezligi va kuchi hozir ham bo'lganida, u hech qaysingizga muhtoj bo'lmasdi. U Portugaliyani yana bir bor o'z yelkasida ortmoqlab, ishini o'z oxirigacha yetkazib qo'ygan bo'lardi. Lekin bu safar u uchun kurashish navbati sizniki. Xuddi u 20 yil vaqt mobaynida Portugaliya uchun kurashgani kabi.